Qaysa bir cho'gilab cheysajmi, aka? Ha, qo'yilib sizning kulishing nega ketdi? İşte bu. Qaysa aka bir cho'gilab cheysami, deb dastlab qolmadik, men sen turib beray sizga. Bala, qaylib gap qilsa. O jiyon almashtirilib, ko'zlar jiyo shirkatdimi ya sizningki? Xapimangla. Sizdan da oyoq turibdin, hojimga o'xshab shuni atib cheysan, o'xshatib qolibdi emasmi? O'xshatdim. Nimani ko'rsang o'xshatib, qayintanla o'xshatib жүрмәңлар meni. Ya, masmana qayintam o'xshat qilolmaydi, men turib qildi işte, qaylashda qaynam bilan o'xshaydi ekansizlar. Qaynamning beliqi va sandiqning ichiga tiqib qo'yilgan bir dasqonlari va maxsimum shu yo'g'lim kas salaman deb oldi qo'yib qo'ydigan. Aldan shirkatdan ta qaynam o'xshaydi deb tas qatdim qayno deb to'lab sağın. Tasdi yandagi shavishga chiqib ikki bog'liq chaqmoqqan bilan 2 metr sarji ichirey. Og'ini oldin 4 to'lsanglar bir tartishma qilgansiz qaynano deb to'lab. Ya bu nere güzel emas qaynanız deb to'laydigan bu mashinaga mulozimat qiladigan ya bu hamda. Nemish bilan chigatding la? Ma bedellarim qichib, qo'llarim og'rib bitib qo'yamdi deb chiga. Ya xo'das, aha men kesibni o'rganmagan. Hech do'qoq chiqsanglar maxsus kigiz qaqadiganlar va qaylanlar. Tarafga atib taz aşı resmi aşı. Yo'g'im badrallan gom qilib urib qo'ydi. Ana kelib men ishqilolama. O'xshayotgan emasmi? Ashak chiqsanglar chiqishgan obdan ishlab qildi. Shunda ama. Men taxbi jiyo almashtirgan yoki cheysam, nima ish vaqtida to'liq taxbi sodi yaxshi emas. Ammo xon o'zgartga o'xshaydi debdim-a. Maqulmaymiz va edamam maqulmaymiz, mashinam maqulmiz deyish biz bu yerda. Yaxshilama kelgan xaridorning hammasini gettilam maqulgansizlar emasmi? Ya qaylanglar bir to'g'ri tushuninglar. Biz bu nayt yavaş yumshoq obda adamlar yaxshi adamdan baloqlar qaylanglar. Endi o'zimizga gap qilma, shunda so'z qilma, adam kelmas. Va haqiqatan bu xaridor degan yo'g'on mashinalarni ko'kirtib haydab жүрib, to'xtatib qo'yiblar, ma'ni almashtirib eslar deb qo'yiblar chiqdi ekan. Ham gap sig'inib qolgan bu to'ma bilan paranglish qilib ekan. Ancha-muncha bu deb xapman. Mashina ijro men. Anlagan zoda. Ha, nimani? Polsha pochinan. Dongpung nochinan. Bapungsay bezgaknan. Sempungsay ezdeknan. Gazmaznan, traktor taznan. Deb nereden algan bu o'rtada qo'shaqni? Ismoil Ahmad qo'shaq emas to'siniki. Bek gapga muraqqansizlar emasmi? Gap qildim. Shu turqunliga loyiq gap qilgansizlar. Qancha ijroni mashina? Men oyoqqa chiqay. Desang. Ha, voy, qo'rqma. Echirayman, mashina olib jumlab kutib qolsin men. Oy, ha. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Shunda qilib nima almashtirmas? Öpkizaso, qirlarini bir almashtirilamizinki. Quyib pasancha o'tirib ikkimiz yesak, ha? Hesab buni öpkizaso qirlarini almashtirib bo'lmaydi. Buni almashtirib silqib aydiga bo'lmaydi, hamka batmaysiz buning ichiga, ham mangmaydi. Ha, bunga maxsus bizning ta'mirdan mana tutun berikmi. Mana maxsus mushu Dajong e'tibordagi mashina qilam chiqargan. Sizning mashinalarga mos keladigan bütün birikmilik 5-4'lik ta'mirdan mushu aptilni qo'yimiz bilan qaylanglar. Bayam angladik mashinalarni. Odatda jiyoni qo'yib qo'ysanglar qanday bo'ladi? O'sha bayam qada chiga vaqtida ko'r ovoz chiqadi. Mana shunda qo'yib qo'ysanglar qanday bo'ladi? Sev shunday yumshoq chiroyli ovoz chiqib turdi emasmi? Bilmas bu ta'mir degan marka 15-20 yilning yog'i hamma xalq tunib ketgan marka bu haqiqiy jiyo ishlaydigan shirkat ma bu. Rahmat. Biz undalik pul yo'chang chiqarib qo'ysang jiyo almashtirib turma. Bizgoh jiyo almashtirib turma deganlik bek ishinib ketmaymiz emasmi? Udillanmish kelmas. Shu. Unda qalaymiqan jiyoni almashtirib qo'ysak, shu jiyoxonada o'tirib shu o'y tutadigan ish chiqadi. Anamda yan chiqib desaydi, ziyon chiqqandek o'y ko'rib tam tutadigan ish chiqadi. Almashtiray. Xo'sh. Ay, kapot nechta bilan?